Assalomu alaykum. Faravan Hayot Mirzabek kanalini kuzatayotgan ijtimoiy kuzatuvchilar hamda yuqori tashkilotlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Barchalaringni Ramazon oylari bilan mana bugun murojaat bo'yicha Toshkent viloyati Olmaliq shahariga keldik. Ya'ni kim o'sha Nurdin aka murojaatlari bo'yicha Nurdin aka o'zingizni ommaga tanishtirib o'ting, bo'lgan holatni batafsil aytib o'tsangiz fuqarolar eshitardi. 1976-yili Toshkent shahrida tug'ilganman. Ma'lumot o'rta. Men 2024-yili tanishim Hoshimov Po'latxonga 1,5 ming AQSh dollari pul so'raganda bergandim. Men vaqt o'tib o pulimni so'radim. So'ragan vaqtimda menga hozir pul yo'q, pulimni bera olmayman. So'radim, menga aql vajla qildi. O'z haqqimni so'rab borgan paytimda 2026-yili 20-chislo kuni soat taxminan 14:30larda 20-fevralda. Fevral kuni taxminan 14:30da bozor ma'muriyatiga borganimda, o'z haqqimni talab qilib borganimda menga har xil vajla qilib bozorga menga kuch ishlatib qismga urdi. Men o'sha yerda dumalab har xil badanlarimga tepib Sizga tan jarohati yetkazdi. Men unga yaxshi muomala qildim. Aka, meni pulimni bering degan paytimda aka borsang bordi, har xil vajla qilib meni so'kib ketib tashladi. Borganingga bor, borganingga qo'yib qo'ydim degan gaplarni ham aytgan. Har xil vajla qilib so'kinib, har xil narsalarni gapirdi. Men buni haqoratga chidolmadim. Men ichki ishlariga murojaat qildim. Hozirda siz hurmatli fuqarolar bu yoq meni yonimga bordilar, o'sha meni ofisimga, men keyin bu yoqda qabul qilib oldim, murojaatlarni oldim. O'sha yerda o'zida Olmaliq shahar hududiga telefon qildim. Bu fuqaro yonimda turgan holatda hududiga bordi. Qaysidir bir xodimni aytdi, aniq ismi esimda yo'q. O'sha xodimning yoniga borgandan keyin u xodim yo'q ekan u yerda. Profilaktika inspektorini yoniga boring deb aytayapti. Men aytayapman, prezidentimizda olib borayotgan siyosatlarni qo'llab-quvvatlayapmiz. Prezidentimiz nima deyapti? Umrlari uzoq bo'lsin, yana bir marta aytaman. O'zlari xalqni chekirib yuribdilar, viloyat hokimlari, vazirdagilar, masalan, vazirliklar yuribdi xalqni chekirib. Nega o'zi o'sha hududiga fuqaroni o'zi borib o'tiribdi? Nega profilaktika inspektori o'sha joyga bora olmaydimi? Xo'p, mayli, o'shalarda aytganini qilib, o'sha Olmaliq shahar ichki ishlar xodimlarini qaysidir aytganki, mayli, o'shani aytganini qilib, bu yoq fuqaro boryapti, yana o'sha profilaktika inspektorining yoniga. Profilaktika inspektori bu yoqdan faqat oldi berdi bo'yicha tushuntirish xati bilan arizasini olgan. Tushuntirish xati bilan arizasini olgan, tushuntirish xati bilan arizani faqat oldi berdini olgan. Lekin vaholanki u yerda nima bo'lgan? Kalta yeganini ham aytgansiz, siz. Kalta yeganingizni ham aytgansiz, lekin kalta yeganini aytgandan keyin ham kalta yeganini yozdirmagan. Keyin meni o'zim 2 kun avval, ya'ni 23-fevral kuni bordim. 23-fevral kuni borganimda yana qaytadan tushuntirish xati oldi bu yerdan. O'sha kalta yeganligi bo'yicha nima bo'lgan, nima qo'ygan hammaligisini batafsil tushuntirish xati bilan arizaga yozib o'tdi. Men shu narsani iltimos qilib qolardim. Ba'zi bir Qo'shtirnoqdagi ichki ishlar xodimlari fuqarolar misol uchun qandaydir yuridik tomondan, qonun tomondan qandaydir fikrga yo bilimga ega bo'lmasliklari mumkin. Lekin o'shalarga sizlar o'zlaring o'sha ras kalta yeb bordim oldlaringga kalta yegani bo'yicha yozdirtiringlar. Undan keyin tushuntirish xati bilan arizani yozdira olyapsizlarda. Fuqaro, men necha marotaba e'tibor beryapman murojaatlarimda, fuqaroni o'zi so'ramasa, haqiqatan biz arizasini qabul qilib oldim deb ilovasini berish kerak edi. Ilovasini bermayapti ko'pchilik. Fuqarolar, sizlardan ham iltimos, ana shu borganlaringdan undan keyin ariza yozsalaring, tushuntirish xati yozsalaring, ilovasini olib olinglar o'zingizlarga. Mana holat bu aka. Xullas, o'sha paytda 2024-yil chet davlatdan Koreyadanmidi? Koreyaga ishlagan ketishganda kelgan 24-yil bu yoq pul bilan kelgandan keyin pulni bankka qo'yib qo'ygan. Bankka qo'ygandan keyin o'sha narigi ikkinchi tarafdagi fuqaro ism familiyasi nima edi? Siz kaltaylagan? Hoshimov Po'latxon. Hoshimov Po'latxon aka degan aka bu yoqda qo'lda puli borligini bilganda
Nurdin aka menga hozirgi kunda 1,5 ming dollar pul kerak deb aytgan, bu yoqda aytishi bo'yicha. U 1,5 ming dollarni u o'sha Olmaliqda Qo'qon bozorida ish yurituvchi bo'lib ishlagan, nima bo'lib ishlagan o'sha? Ish yurituvchi, nazoratchi bo'lib ishlaganda men bozorda pulini to'y qildim, to'yimga ishlatib qo'ydim deb aytgan. To'g'rimi aka? Siz buni sizga shunaqa deb aytyapsiz menga, to'g'rimi? O'sha pulni men joyiga qo'yishim kerak deb bu fuqarodan 1,5 ming dollar pulni olgan. O'sha men 1,5 ming dollar pulni joyiga qo'yishmasam bo'lmaydi aka. O'sha bank sizga beradigan oyma-oy foiz pulini men sizga berib turaman, keyin oxirida tanani beraman degan. Vaholanki o'sha 2024-yil qaysi oyda olgan edi sizdan? 20-dekabr kuni olganda 25-yil maygacha oyma-oy faqat 100 dollardan pulini berib turgan, o'sha bank beradigan foiz pulini. Maydan keyin bu yoq 25-yil maydan keyin tanini ber menga 1,5 ming dollarni desa, bo'ldi beraman degan, keyin oxirgi marta 26-yil 3-fevralda gaplashganda ham audio zapislar bor, haqiqatan pul olganligini tan olib o'tiribdi, haqiqatan berishini tan olib o'tiribdi. Bir yerdan nima degan, pul kelish kerak, bir yerdan pul olishim kerak, shundan qayerdan olishim kerak? Kredit chiqarib beraman degan ekan, lekin privatga inspektori chaqirsa, men hech qanday bundan pul olmaganman, u deb tan olmagan, keyin bo'lsa audio zapis qo'yib bergandan keyin tan olgan. Undan oldin sizni tanimasligini ham aytgan, ha? Men bilan telefonda gaplashganda ham men unaqa fuqaro tanimayman dedi. Menda ham audio zapislari bor. Undan keyin bu fuqaroga o'zi menga telefon qilib, "Bu yonda odam ko'p edi" deb. "Aka, shunaqa bo'lib desam, menga dedi tuhmat qilyapti, menga dedi tahdid qilyapti" dedi. "Men uni dedi firibgar dedi, men uni dedi kerakli joylarga beraman" dedi. "Aka, fuqarolik burchingiz, xohlagan yuqori turli tashkilotlarga berishga bemalol haq-huquqingiz bor" deb men u bilan telefonda chiroyli gaplashib, o'sha qo'pol gaplashmasdan, qolipdan chiqmasdan chiroyli gaplashib telefonni o'chirib qo'ydim. Xullas kalom, mana hozirgi kunda Olmaliq shahar mana ekspertizasida turibmiz. Bu yoq o'sha yerga Banisaga bordi, Banisada ham rizikka tushgan. Bu fuqaroni borgandan keyin o'sha yerdagi doktorlar rizikka qilishdi. Bu yoqdagi ekspertizaga kelganimizda ekspertiza yo'llanma berdi. O'sha yo'llanma bo'yicha Olmaliq shahar poliklinikasida borib, o'sha qaysi doktorlarga kirish kerak bo'lsa, barchasidan kirib chiqildi. Xudo xolasa, mana hozir ekspertizaga hujjatlarni berdik. Endi bu yog'idan biz umid qilib qolamizki, sud bu adolat uyi. Xudo xolasa, Olmaliq shahar sudyalariga ishonamizki, biz xudo xolasa qonuniy tartibda hal qilib beradi degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi video efirlarimda ko'rishguncha salomat bo'linglar, meni kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar.